Yangiqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 4-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida inklyuziv ta'limga doir viloyat seminari tashkil etildi. Uning avvalida O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilingan kun sharaflandi. Madhiya ishtirokchilar ijrosida jo'r bo'lib kuylandi. Ma'lumki, yangi tahrirdagi bosh qomusimizning 50-moddasida ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi deyiladi. Boshqacha aytganda, konstitutsiyamizdan o'rin olgan bu insonparvar norma har bir bolaning ta'lim olishga bo'lgan huquqini teng ta'minlashga xizmat qiladi. Yanada aniqrog'i, bolalarning individual, jismoniy, ruhiy bilish ehtiyojlari inobatga olinadi. Ularning bir maskan va bir xil muhitda ta'lim olishini, bir-biridan o'rganishini va ijtimoiylashuvini rag'batlantiradi. Inklyuziv ta'lim nutuq nuqsonlarini bartaraf etishda zamonaviy o'yinlarning ahamiyati mavzusidagi mazkur seminar Yangiqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli logoped guruhlar mavjud bo'lgan 3, 4, 5, 7, 8, 32, 40, 41 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining logoped o'qituvchilari Shoira Ismanova, Dildora Rustamova, Basida Ma'rufova, Gulsora Hasanova, Zamira Abdurahimova, Shohsanam Tursunova, Rislig'oy Ibragimova hamda Gulasal Sodiqjonovalar tomonidan tashkil etildi. Va unda shu sohaning viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi tizimida faoliyat yuritayotgan logoped o'qituvchilar ishtirok etdi. Dastlab mavzu doirasida musiqa va logaritmik vositalar, o'yinlar yordamidagi ritmik tarbiya mashg'uloti taqdim etildi. Shu bilan birga, bu uslub bolalardagi nutq nuqsonini bartaraf etishning eng samarali yo'li ekanligi ta'kidlandi. Tadbir davomida duduqlanishni keltirib chiqaruvchi irsiyat, noto'g'ri tarbiya, jismoniy zaiflik, yiqilish, chapaqaylik, taqlid hamda qo'rquv, shuningdek yuqumli va nevrologik kasalliklar orqali eng ko'p kuzatiladigan omillar, ularning tashvishli oqibatlari tahlil qilindi. Shuningdek, nutqni aniq talaffuz qilishga yordam beradigan samarali korreksion usul hisoblanuvchi logomasaj, nafas va artikulyatsion mashqlarini zamonaviy usullar orqali bajarish, logopedik albomlar yordamida tovush chiqarish, ayniqsa bilgo va doskasi vositasidagi innovatsion logopedik amaliy mashg'ulotlar taqdim etildi. Shuningdek, mashg'ulotlar davomida bolaning harakat, muvozanat, diqqat, nutq va hissiy rivojlanishi uchun asosiy baza hisoblanuvchi sensor integratsiyaga alohida ahamiyat qaratildi. Bolaning ko'rish, eshitish, ta'm va hid bilish tizimlarining buzilishi bilan bog'liq muammolarga yechim axtarildi, fikr almashildi. Yangi orttirilgan tajribalar o'rtaga tashlandi. Defektologlarning ushbu seminarga doir natijalari tahlil etildi. Xulosalarning barchasida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiyani ta'minlash masalasi ustuvorlik kasb etdi. Saidolim Abdurahmonov, Akbar Mansurov, Furqat Mahmudov viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.